Shu rasmdagi erkak o'z kursdoshini o'ldirib, zo'rlab, go'shtini yeb, jazosiz qolgan. Yaponiyalik kannibal Issei Sagawa juda ham boy oilada tug'ilgan. Issei Sagawa birinchi marta birinchi sinfdanoq odamlarni yeyishni orzu qilib kelgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Isseining fantaziyalari juda ham yomon bo'lgan. U bir kuni bir qizni uyiga kirib olib, uni o'ldirmoqchi bo'lgan. Lekin bu paytda o'sha qiz o'rnidan turib ketgan va Issei qo'rqib qochib ketgan. 1981-yil Issei o'zini kursdoshi Reneni dars qilgani uyiga chaqiradi. Rene hech nimani bilmasdan dars qilgani Isseini uyiga boradi. Uyiga borganda birga o'tirishadi va orqaga qaraganda Issei uni bo'yniga otib o'ldiradi. Shu paytda Isseini o'zi ham shokka tushib hushdan ketib qoladi. Hushiga kelganda o'z planini bajarishga tushadi. Issei murdani zo'rlaydi va tanasini shunday tishlab yemoqchi bo'ladi. Tishi o'tmaslik